Assalomu alaykum. Salomatsizmi? Mallen, qanaqasiz? Ishlaysiz? Yaxshi, rahmat. Mallen, sizni 2025-yil, 2026-yili futzalda o'ta yaxshi yegiliklar ko'rsatganingiz uchun Jashmun komandasiga chempion bo'ldi, Javob ligada. Shuning uchun yildan Suzaqtin miqtisida yildan miqti futzal mashhurchisi bo'lib sizni tanladik. Sizni kutlaymiz. Allah razı olsun. So'zlaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum. Birinchidan Ramazon oyinglar bilan baringlarni qutlaqayman. Bizning Suzaq eli mehmondo'st el. Men daha o'zbekcha qilib aytayin, Suzaq eli futzalniy elda, futbolni suygan ayol. Bizning zritellerimiz, болельщикlerimiz Qirg'iziston bo'yicha bari taniydi. To'g'ri. O'sha bu siymoqda men tushunigim bo'yicha bayog'i so'z Просто именно Suzaqtin ichida, Suzaqtin trener mashhurlarning ichida Jash. So'z просто birinchi bo'lgandirmiz, biroq bizdagi kuchli trenerlar bor Javotdachi. Ularga bersanglar, ular mendan da tatbiqroq odamlar bo'lgan. Biroq все-таки приятно. Yaxshi yegiliklar ko'rsatdingiz. Приятно. Shuni biz ham yoshlar bilan ishlatamiz Javotda futzal bo'yicha hozir. Yoshlarni o'nuktiraylik, o'stiraylik. Bizning ramkaning ichidan Javotning ramkasidan sirtqa chiqsin. Qirg'izistonning ramkasidan zagranitsiyaga chiqsin degan maqsadlarimiz bor. Xudo bersa kun sayin shunday ishlatamiz. Rahmat sizga cho'ng. Mehnat qilaveraylik, Xudoyim o'zi iyiligini Xudoyim bersin. Men seylik uchun cho'ng rahmat ta'min berjala. Cho'ng rahmat. Iyiliklar qalaymiz. Cho'ng rahmat aka. Biz hozir futzal bo'yicha Suzaqtin miqtisi, miqti futzal o'yinchisi, именно Suzaqtin ichidagi o'yinchilardan Gufraniddin Bahadirjanovni tanladik. Ko'p ellar shu Gufraniddinni ko'rsatishdi. Именно 2025-yili yaxshi yegiliklarni ko'rsatdi deb. O'shaga sizni Gufraniddin qutlaymiz. Miqti o'yinchi futzal bo'yicha sizni yegiliklar qalaymiz. Elga so'zlaringiz bo'lsa aytib qo'ysangiz. Bizni podдерживать bardik. So'ngdorga ishini biz bilan teng bo'lib, rahmat cho'ng. Bizni sponsor Bekkaga hamdan rahmat aytam. Bizni qo'llab bilemasini keltirgandan cho'ng rahmat. Siz hozir kunda trenirovka qilayotgan mashhurchi kim? Malik Yo'lbayev, agayga eng cho'ng rahmat agayga aytam. Biz olib chiqib trenirovka qildirib, iyiliklar izlatamiz. Sizga iyiliklar qalaymiz. Bundan dili yaxshi iyiliklar yetishingiz, o cho'ng Qirg'izistonning joyligini, cho'ng boshqa mamlakatlardagi barg'lar. Tutaymiz. Rahmat sizga. Hozir bizda miqti, Suzaqtin miqti futzal darvozachisi Atakulov Muhiddin Inamjanovichni tanlashdi. So'tsaprosto Muhiddin ko'p dovushni oldi, undan sirtqari futzaldagi o'yinchilardagi o'shul Muhiddinni ko'rsatishdi. O'shaga hozir topshirib chiqamiz. Assalomu alaykum. Salomatsizmi, Muhiddin? Qanaqasiz? Rahmat. Sizni 2025-yili Suzaqtin miqti futzal darvozachisi bo'lganingiz bilan qutlaymiz. Sizga shuni topshirib qo'yaylik. Shunday so'zlaringiz bo'lsa, aytib ketsangiz. Assalomu alaykum barchalarga. Bizni qo'llab kelganingizga sizlarga cho'ng rahmat. Suzaq onlayn komandasiga razıchilik bildiramiz. Anan men tanlagan barliq ko'rmanlarga da rahmat aytib qo'ydim. Bu miqti darvozachi barligi tatbiqdi bizga. Голосование qilgan barliq tatbiqdi. Men tanlab sizlarga cho'ng rahmat. Ne deysiz? Boshqa komandalarga da varatarga iyilik qalab qolam. Sizga bundan keyingi o'yinlarga, bundan keyingi bardik, shul boshlayotgan ishlaringizga iyiliklar qalaymiz. Tutaymiz.